Imtihondagi navbatdagi chalg'ituvchi savol. Yashil avtomobil chorrahani nechinchi yo'l kesib o'tadi? 90% o'quvchilarimiz yashil avtomobil asosiy yo'lda bo'lganligi sababli birinchi yo'l kesib o'tadi deb o'ylashadi. Lekin ushbu holda demak savolning javobini topish uchun biz birinchi yo'lda chorrahani o'rganib chiqishimiz kerak. Demak, ushbu holatda yashil avtomobilga ham svetofor yashil, ko'k avtomobilga ham svetofor yashil. Qoidalarning 43-bandga muvofiq svetofor ishoralari imtiyoz belgilarini inkor qiladi. Va bu holatda hozir ko'k avtomobil ham, yashil avtomobil ham teng ahamiyatga ega. Qoidalarning 99-bandga muvofiq relsiz transport haydovchi, ya'ni chapga bo'layotgan yoki qaylamoqchi bo'lgan haydovchi, ro'pardan to'g'riga harakatlanayotgan va o'ngga bo'layotgan relsiz transport vositalariga yo'l berishlari kerak. Javob esa yashil avtomobil chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Yo'l harakat qoidalarini mukammal tarzda o'rganmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling.